أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa As'ad as-Sag'irji rahimahullah yazgan Fiqhul Hanafi ve Adilletuh namlıq bu kitabning Babu el-meshi alel-huffeyni degan babga keldik. Ya'ni ikki o'tukning ustiga masih qilish. Ikki o'tukka masih qilish degan bab. Endi ikki o'tukka masih qilish bu intayin sahih rivoyatlar bilan ko'p kelganida hattoki mutawatir ma'naviylik darajasiga yetib qolgan bir masala. Şu sebepten ehli sünnet ve cemaatinin akidesiga müttaki masih qilish joiz degan ko'z qarash kirgizilgan, aqida kirgizilgan. Chunki har qanday odam müttaki masih qilishni joiz emas deb qarasa, imondan chiqish ehtimolligi bor. Ya'ni imonga bir taqishadigan bir masala. Shuning uchun bu intayin muhim bir masala, ehli sunnatdagi alomatlarining biri, e'tiqod masalalariga kirgan masalalarning biri. Buning intayin ko'ngil bo'lish kerak. Babu el-meshi alel-huffeyn. İki ötük üstüge mesih kılışının babı deydi. El-meshu alel-huffeyni caizun bis-sunnah. İki ötükün üstüge mesih kılış sünnet bilen caizdir. Bu caiz diyen gaplardan bile öyle gerek. Caiz diyen nemini bildirir bizge, yani bu ruhsatdır diyen gap. Şunalma ruhsat, yani iki ötükü mesih kılsa buludu. Yani bir evzel emez. Yani sünnet mustahsana deb qaralmaydı. Nima? Caiz. Buludu. Şunalma buludu. Sünnet bilen buludu. Bu nima ruhsat, azime emas. Bizde usul fiqhini orqaga bosanglar, azime ruhsat deb qilinadi. Azime degan nima? Masalan, 5 vaqt namozini o'qish degandek, vaqtida o'qish degandek, hammasi azime. Qil degan ishlar. Qil degan ish azime buludu. Qilsang buludu. Mayli degan ishlar nima ruhsat. Ikkisini ayirib bilish kerak. İnşallah nurlan var chiqadi tafsili. El-meshu alel-huffeyni caizun bis-sünnet. İki ötükü mesih qilish sünnet bilen caizdir. Vel-akhbaru fihi mustafida. Hem de iki ötükü mesih qilishning caizligidagi xabarlar mustafidatun. Bizde ilmi hadis o'qigan chog'imizda hadisni ayirganda buni ayirib kelgan. Mutawatir, mustafid, mashhur. Ayirib kelgan to'q. Yani intayin ko'p. Hattoki nima darajaga yetgan? Mutawatir ma'naviy darajaga yetgan. Vaqad sabata an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç qandaq şekni ihtimal keltirmaydigan darajada Peygamber Aleyhisselam'ның iki ötükü mesih qilganligi sabit bo'lgan ve Peygamber Aleyhisselam'ның ashablarga mesih qilishga ijozat berganligi ham sabit bo'lgan. Demek şu bunu deymiz mutawatir ma'naviy deb qo'yamiz. Başka kitaplarda meşhur degan, meşhur. Bizdeki vazifemiz usul qoidamizda kitapdan bo'lgan xos hukmni nima amaldan qoldiradi yoki xos hukmni amaldan qoldirishda yoki uni ustigini bir hukmni ziyoda qilib qo'shishda ya mutawatir yoki mashhur bo'lsa bo'ladi. Tushunamizmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga xos qilib nima keltirdi? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum deb oxirigacha putlarni yuvinglar deb Qur'oni Karimni qat'iy bilan keltirdimi? Endi putlarni yuvinglar degan hukmga putni yumay barcha yutakni ustiga masih qilsak bo'ladi degan bu masala qandoqlab buni qilish joiz bo'ldi desa, dikavnihi nima mashhuran. Anladın? Bu hadis 70 necha sahobadan kelgan. Intayin mashhur hadis. Hatta mutawatir ma'naviy bo'lganligi uchun Qur'ondan bo'lgan keskin xos oyatga mashhur bilan nima qilishga bo'ladi? Ziyoda qilishga bo'ladi. Buni sizlar xosning babida yamoncha o'qiding, ismini bordi. Unutqamza qo'ydi. Usul o'qanchaqdagi qoidani unutqamza qo'ydi, medagi selishni bilsak bo'ladi. Hasan Basri rahimahullah deganki haddathani 70 rajulan min ashabi Rasulillah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablaridan bana 70 adam Peygamber Aleyhisselam'ның iki ötükü mesih qilganligini so'zlab berdi deydi. 70 adam nega mutawatir degan gap. Mutawatir. Hatta ki
Deyildi inne men lem yarahu kana mubtedi'an. Yani mesih kılışını, ütükü mesih kılışını rava görmegen adam mubtedi' bid'atkar buludu deyildi. Lakinne men ra'ahu sabiten. Bırak kimki onu sabit yani hadis bilen sabit bolgan şeylerdi onu badap qarab andaki mesih kılmasa ahiren bil azimet degan azimetni tutup yani bu ruhsatni tutmasa azimet deganimiz qasbni yuyish azimet. Azimetni tutup nimani ruhsatni tutmasa kana ma'jura. Endi hadisler geldik endi. Eflah Ebu Eyyub el-Ensari'nin azatkarisi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu'nun azatkarisi Eflah Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu bizni ütükki mesih kılışkı buyurdu deydi Eflah. Ve kâne yagziluhu ve kademeyhi. Yüzü işki futunu yuyattı. Fekîle lehu fi zâlik. Muşahda onuğa deyildi ki keyfe te'muru bil meshi ve ente tagsil. Sen qandaq mı başqalarını mesih qilishga buyurup üzün yuysan putug'ni deb deyilgan vaqtida faqala umuda degan edi. Ebu Eyyub el-Ensari umuda degan edi. Bi'sa mali in kana muhanna'atan lakum ve ma'thamatan alayh. Acab yamandır. Acab yaman ha degan. Nima degan yaman ha? Ondan elsi eğer acab yamandır men üçün. Eğer silah üçün halal, men üçün günah, haram bolsa. Silah üçün halal, men üçün haram bolsa, nima degan yaman ha bu ish? Nima degan yaman degan gap? Va mening halim voy uchoqda mening halim voy isit. Ya'ni men sizga halal, muhanna degan gap men halal deganman. Menga haram, menga günah, men qilsam günah bo'lgan, siz qilsanglar halal degan ish bo'lsa nima degan yaman gap, andi gapni chiqarsam mening halim voy. Belki yaman gap qabulaman. Anda demoqchi emasman. Qad ra'aytu Rasulullah, men Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni mesih qilganligini, mesih qilayotganligini va uningga buyurayotganligini ko'rdim. Valakinni ve biroq men imruun hubbiba ilayya tarat edish, yani suv bilan yub tarat edish yaxshi ko'rilgan bir insonman. Yani Alloh taolo menga tarat suv bilan yub tarat edishniki muhabbatini sab qo'ygan qalbimga. Shu sababdan men nima qilaman? Yuyib paçqamni yuyman. Meni putumni yug'anligimning o'zi hargizmi menga haram, menga mesih qilish haram, sizga halol deganni bildirmaydi qarindoshlar. Buni o'zimni qabul qilinglar deb. Demek bu yerden nima chiqdi? Demek bir adam mesih qilishni joiz deb qaraydi ekan, ravo deb qaraydi ekan, ammo o'zi putni yuydigan bo'lsa, bu yaxshi, uni hech qanday bir gunohkor bo'lmaydi. İmam Ebu Hanife rahimahullah bi sanadihi ilahi Humam ibn Haris. O'zining Humam ibn Haris degan sahobaga, tabiiga bo'lgan sanadi bilan rivoyat qildi. Demak, İmam Azam Ebu Hanife ham hadis rivoyat qildi tabiiyki, tushunarmi? Hadisni ba'zilar İmam Azam Ebu Hanife hadis rivoyat qilmagan, u bu degan gaplar yolg'on gaplar. Hem o'zi rivoyat qilsa hammasi hadislar. Tushunarmi? Inta ishonchli hadislar. Ennehu ra'a Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Humam ibn Haris degan tabi'i Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallohu anhuning taharat olganligini ve ikki ütükkiga mesih qilganligini ko'rib fasalahu an zalik. Shu vaqtda undan so'radi. Faqat so'rab bunday dedi. Inni ra'aytu so'radi faqala Jarir ibn Abdullah bunday dedi. İnni ra'aytu Rasulullah. Şüphesiz ki ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni şundak mesih kılıyotganligini gördüm. Ve innema sahibtuhu ba'da nuzulil maide. Ben Resulullah'a sürü maide nazil bo'lib bo'lganligini ham so'hbat bo'lgan edim deydi. Men Resulullah'a sürü maide nazil bo'lib bo'lgandan keyin ham so'hbat bo'lgan degan gap. Yani men qachon musulmon bo'lgan? Jarir ibn Abdullah al-Bajali degan sahabe en oxirgi musulmon bo'lgan sahabe. Sahabedan ichidagi en ahirde Müslüman olan sahabe kim? Jarir ibn Abdullah al-Bajali degan sahabe. Demek bu sahabe dedi ki ben Surah Maide'nin ayetini nazil bo'lgandan keyin Resulullah'a ham so'hbat bo'ldim. Degan nima bildirdi? Surah Maide'nin ayetida taharat ayeti var. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum degan ayet bor. Demek yuyinglar deb yuyishga bo'lgan amr Qur'onni kelib bo'lgandan keyinmi Resulullah'niki mesih qilganini ko'rdim degan gap. Ha, demek bu Qur'onga nima qilingan, ziyoda qilingan hukmga degan ma'noni bildirdi. İmam Ebu Hanife ham o'ziniki Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bo'lgan sanad bilan rivoyat qildiki, qol Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bunday dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bilan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhumalar bu ikkovilan
ixtiloflashib qoldi ikki o'tikka masa qilish haqida. Faqala Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dediki, "Amsahu man masa qilaman, o'tikka masa qilaman" dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dediki, "Ma yu'jibuni, menga masa qilish menga azmaydi, menga ko'nglim yoqmaydi. Masa qilish mening ko'nglimga menga yoqmaydi" dedi. Fajtama'a, shun bu ish bilan Umar radhiyallohu anhuning qoshida jam bo'ldi. Faqala Umar radhiyallohu anhu dediki, "Ammuka afqahu minka sunnatan." Sening tag'ang sunnatga sendan bakrak olim. Sening tag'ang sunnatni sendan bakrak tushunadi deb Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga Sa'd ibn Abi Waqqasning qilgani to'g'ri degan ma'noni bergan edi Umar radhiyallohu anhu. Va Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hojatini ado qilish uchun chiqdi, ya'ni taharasini turish uchun chiqdi. Falamma raja'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytgan vaqtida talaqqaytuhu bil idawa. Rasulullohning oldiga bir tahorat qachisini elib chiqdim deydi. Ya'ni idawa degan inaul vudu, ya'ni tahorat oladigan qacha. Tahorat qachisi. Fasababtu alayhi. Shuni bilan Rasulullohga tahorat suyini quyib berdim. Fagasala dedi. Rasululloh o'zining ikki qo'lini yuvdi. Thumma gasala va ondan keyin yuzini yuvdi. Ondan keyin ikki bilakini yug'ili tamshilib edi. Fadaqatil jubba. Bu chapan, teşekkür chapini juusi tagib qoldi Rasulullohga. Fa akhrajahuma Rasululloh ikki qo'lini heliqi chapanning ostidan chiqardi. Bu juu chapanning ostidan chiqarib, faqasalahuma bu ikki qo'lini yuvdi va masahar asav beshig'i masih qildi va ikki utikiga masih qildi. Ondan keyin bizga namoz o'qidi. Agar ikki utikiga masih qilish bir ruxsat bo'lmagan bo'lsa edi, Rasululloh shu qo'lni bilikini shunda chapanni septib yuvan yerda ikki putini yumasma, tabiiy uyatdi. Demek bu İslam'ın o'rni var bir faaliyet. Ve yacuzul mesvel al-khuffayn. Hem ikki o'taki masih qilish, ama yana bir masala. Ikki o'taki masih qilish min kulli hadathin mujibil lil wudu. Tahoratni vojib qiladigan har qanday tahoratsizlikdan ikki o'taki masih qilish joiz bo'ladi. Suila Safwan ibn Assal radhiyallohu anhu ikki o'taki masih qilishdan savol qilinganda faqal mudaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni biz qachonki safar qiluvchi bo'lsak, musofir bo'lsak, bizni ikki o'taklarimizga masih qilishga va o'taklarimizni 3 kun solmaslikqa, cho'ng tahoratdan, suylikdan va uyqudan masih qilishga, faqatla jinobatdan boshqa bu ishlarni masih qilishga buyurildi. Demak, bir odam cho'ng tahoratdan bo'lsa, siysa, uxlab qolsa, safarda bo'lsa 3 kun, safardagi muddat 3 kunduz, yurtdagi muddat 1 kunduz. Fakat junublanib qolsa masih qilsa bo'ladi. Ammo junublanib qolgan joyda qanday qiladi? Junublanib qolgan joyda utikini chiqarib, g'usl qilib yuyinadi. Agar bir odam masalan safarda junublanib qolibdi. Su yo'q bo'lsa nima qiladi? Tayammum qiladi. Tayammum qilib namoz o'qiyveradi. Uni keyindan suv kelib qolgan joyda nima qiladi? Suv kelgan joyda tartog'idek, biz g'usl qilgudek suv yetgan bo'lsa, boshdan oyoq nima qiladi? G'usl qiladi. Agar tarat og'ida deb tutab qolmasa qanday qiladi? Pashqin masih qilamiz desa, masih qilmaydi. Nima qiladi? O'sha chog'da utakini silib, tarat oladi. Tarat ilib, pashqini yuydi o'sha chog'da. Tushunamizmi? Pashqini yuydi. Ammo yuyingudek suv topgan bo'lsa, tabii yuyinadi, g'usl qilib yuyinadi. Yuyingudek suv yo'q, faqat taratog'idek suv bor vaqtida utakini silib, pashqini yuydi. Onun kendinden yürüyüş için qanday qiladi desa, yürüyüş için tayammum qiladi. G'usl tarat qilish uchun. Suv yetmadi u. Vel khuffullazi yasluhu lil masih an yakuna satiran lil ka'bayn min al jid yastamsiku bi nafsihi min ghayri shid. Amda vel khuffullazi yasluhu lil masih an yakuna satiran lil ka'bayn. Bizga hamda utak masih qilishga yaraydigan utak qanday deb sifati bayon qilib dediki, masih qilishga yaraydigan utak qanday bo'lish kerak desa, ikki vushukni yapadigan bo'lish kerak. Vushuk deganimiz mana bu şey. Ikki vushukni yo'gaydigan bo'lish kerak. Minal jild, ikkinchi teridan bo'lish kerak, teri. Utakdan bilan bo'lish kerak, teridan bo'lish kerak. Terini bilasizmi? Jild teri. Yustamsaku yoki yastamsiku bi nafsihi min ghayri shuddin. Yani min ghayri shaddin degan gap. Bir narsa chekmasimi, bo'g'ishda bir narsa chekmasimi, qo'yib qo'ysa, yüzünü özü tutup turadigan qattiq bo'lish kerak. Qo'njisi yüzünü özü ko'tarib turadigan bo'lish kerak. Buni bo'g'ishda chekmasin bo'ladigan. Va yamna'u sulal ma ila basharati rijdayn. Chiqitning terisiga tashqirdan suvni o'tib ketishidan to'silgan bo'lish kerak. Teshidan suv tegsa, ichiga suv o'tib ketmaydigan bo'lish kerak. Va yumkinu va undan normal
normal odatlangan mangishda aqmoqi mang'il bo'lishi kerak. Masalan, normal mangish degan gap fiqh shulaslar qanday belgilangan desanglar, masalan, bir parsah. Bir parsahga 3 mil, ya'ni 6 kilometr. 1 mil taxminan 2 kilometr. Ya'ni 6 kilometr yo'l yurgili bo'lishi kerak bunda, eng azda. Hamda. Tabiiyki buni ilm olim degan 3 kunda yo'l mang'il. Musafir kuydigan narsa olganda 3 kunda yo'l mang'il bo'ladi deganlar bor. Eng azda ya'ni javrab bo'lsin yoki ish qilib masih qilgan narsaning o'zi yani 6 kilometr piyoda yo'l yurgili bo'lgan narsa bo'lishi kerak eng azda. Xo'sh, val khuful ladhi yasuhu al-mashi قال Hasan al-Basri rahimahullah dedi ki adraktu 70 bedriye men 70 tane Bedir cengi katlaşkan sahabını taptım. Kulluhum kanu yarawna al-mashi al-khuffayn. Ularning hammasi ishkutaki masih qilishni ravo ko'radi deydi. Xo'sh. Endi ishkutukka masih qilishning shartlari deydi. İşkütükke mesih kılışın şartları. Veüşteratu lubsul khufayni ala taharatin kamile. İşkütükne kamil taharet üstüge ki şart. Çoğun vakit gerek. İşkütükne mesih kılış için bu avval kamil yani çoğun taharet olsa qo'sliq bo'lgan bo'lishi kerak. Kichik taharet olmasa hem yani kamil yuyup bo'lgan su bilan yuyup bo'lgan taharet üstüge nimga kelib bo'ladi? Ütekniga kelib bo'ladi. Nimishqa dalil emas lima rawa Abdurrahman ibn Abi Bakr o'zining dadasidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivoyat hadisini getirdim. Peygamber aleyhisselam musafirga 3 gündüz ruhsat berdi. Muqibga 1 gündüz. İza tatahhar degan taharat olgan bo'lsa va o'zining ishki utkini taharat bilan kelgan bo'lsa, nima qilish ruxsat berdi? Ayyamsah alayhima ishki utkini ustiga masih qilish ruxsat berdi. Fa yushtaratul wudu qabla al-lubs. Andagan ekan, ash kiyishdan burun taharat elishni qiladi. Bu hadisning bilan utekni kiyishdan burun taharat elish shart etiladi. Qo'yamdi va la yaghsilu rijlayhi fa hasbu thumma yalbasu khuffayhi illa idha akmala al-wudu'a qabla an yahduth. Qabla an yuhdith. Mushu bir jumla bichagi balkim xato yozilib qolgan jumla bo'lishi mumkin. Anladın? Buni aytın. Yani qanday shunda tarjima qilib baqsa, bir tushmaydigan shaklda bir jumla ekan bu. Buni men xato yozib qabul qilib o'yladim. Endi buni biz o'zimni tushunish bo'yicha tushunib o'tib ketay. Nima deyapti bu yerda? O'zining ichki futini faqatla o'zining ichki futini yumaydi. Ondan keyin ichki utkini kiydi. Faqatla taharat kamilab bo'lganda qabla yuhdis tarsulishdan burun taharat kamilab bo'lganda unda qilmaydi deydi. Yani bu gapni men qancha o'ylab yana tushunmadim bu gapni. Nimaga aytganim? Faqat meni tushunganim bir odam masalan bomdod namozga taharat yaptı. Bomdod namozga taharat edip pishim vaqti kelibdi. Pishim vaqti kelgan bo'lsa, taharat sundurishdan burun utkini putni yumay kiysin bo'ladi. Utkini kiymoqchi bo'lsa, putni yumay kiysin bo'ladi. Qanday bo'lsa, taharat kamil bo'lsa. Ammo taharat sim ketgan bo'lsa, bomdod taharat yaptı bu odam. Taharat yaptı zodi. Putni yupti lekin nimada pishim vaqti bo'lganda utekkeeda qo'yganda taharat sim ketgan bo'lsa, bu chaqda nima qilinmaydi? Utekni kiyolmaydi. Cho'qim taharatda putni yuvib kiyish kerak. Hech bo'lmasa, ikki putni o'zi faqatlam. Ikki putni yuvilib, hech bo'lmaganda ikki putni yuvilib ham utekni kiyib olsa, keyin qolgan taharatni keyin ilovasimi? Yeni bo'ladi. Men faqat bunda tushundim buni. Lekin bu yerda bu gaplardan u gapni chiqadigandak emas. Shunga ham buni vallohu alam dedik. Tushunamizmi? Ba'zi yani tushungil olmasa, o'tib ketsak bo'ladi. Chunki yangi bosma bo'lganligi uchun xatolik bo'lishi mumkin, ko'p xatolik bo'lishi mumkin. Shu bunda yani 2-3 chiqib qolib qolsa bir kitobda buni to'xtatamiz. Agar shunday masalada 2-3 qatam takrorlanib qolsa, buni boshqa kitobga o'tkazamiz. Mana bir sanab qo'yaman. Chunki u chaqda tadrisga nima anaqa dars o'tishga muvofiq bo'lmay qolgan bo'ladi. Chunki qancha qatam nima bo'lish kerakda, yangi yozilgan kitob bo'lganligi uchun buni nima yo'q, anaqa tahqiq yo'q. Agar bu kitob bo'lsa, tahqiq bo'ladi-ki. Agar bunda lat kitob bo'lsa, kitob salatdan boshlab Fath Babul Inayani o'qiymiz. U eng tahqiqlangan kitob. Fath Babul Inay muxtasarniki sharhsi shu yaxshi. Kitob salatdan boshlab ketamiz. O'sha o'xshash bo'lishdi kitob. Lekin uning nimasi tahqiqlangan. Fekemalut taharati şartun anda olganda taharatning kamil bo'lishi şarttır. Savaun ekmelet qabla lubs yani bu taharatini utekni kiyishdan burun kamil olib bo'lgan bo'lsin yoki utekni kiyib bo'lgandan keyin kamil olib bo'lgan bo'lsin. Faqat muhim bo'lgan ishki fitni
Şu ütekni geçti bunun yuvelishi muhim. Hatta law ghasala rijlayhi hatta özünü iki futunu yusa thumma labisa anı özünü iki tükeni keyse anıgın taatini kamil asımı caiz elmez. Mes caiz buldu. Mesela bu şey demek çok şey değil mi işte daha? Düşemedim ben de bunu. İbn Ebi Şeybe Ömer radıyallahu anh rivayet kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı. İbn Ebi Şeybe Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kıldı. Şundan rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki ütekinin üçlüsüge yani bu da iyi. Ütek üçlüsüge mi de? İki ütekinin üstüge tüpsüge mesih kılışkı buyurdu. İza labisehuma ve huma tahiratan diyen. Kaçan ki bu iki ütekni iki fıtı pak haleti kiyen bolsa. Yani maddenin demek göstermesine demek iki fıtını yüklem kiyen bolsa, halas. Kalan tahirati lazım buludu diyenin delili. Muddetul mesih. Mesih'in muddeti deydi. Mesih kılışın muddeti deydi. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. Mukim bir küçük gündüz mesih kılıdı. Musafir üç küçük gündüz mesih kılıdı. Akibel hadesi ba'del lubs. Mukim bir küçük gündüz mesih kılıdı. Musafir üç küçük gündüz mesih kılıdı. Vakt kaçandan başlayıldıysa ütekini kiyip bulup teres sunulğandığını tat başladı. Bir adam ütekini kiydi, ütekini kiyecek hesaplanmaydı. Kaçan hesaplanıdı? Taharetine sundurğunu. Ütekini kiyip bolğandan keyin kaçan teres sundurdu? Şu çağını tatıp hesaplayımız. Şu çağını tatıp mukim bir küçük gündüz, musafir üç küçük gündüz. Lianne ma qabla teres. Çünkü şu ütekini teres sunduruşunu ilgili halet fehiyye taharatul gusl. O guslun yani taharatul gasli. Yuğan taharattır, yuyuş taharatıdır, mesih taharati emestir. Vel huffu ütek diyen nemişün koyalgan aseti cu'ile mani'an min sarayetil hades. Yani taharatsizlikteki putka sizip gidişiden tusulgan bir mani, tusanca. Ve zâlike indel hadesi la qablehu. Bu tusanca kaçan aşkarı buludu, taharat sunduğacağı da aşkarı buludu. Onun burun emez deydi. Ve yumsehu ala zahir hufeyn. İşkü tekniki üstüge mesih kılınıdı. Nemişka? Muğiret Müşebbe raziyallahu anh vatkağı zincirtedin. Muğiret Müşebbe mıdaktıdır. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in işki ütüklü üstüge mesih kılvat kalıqını, işki ütüklü üçlüsüge, dümbüsüge mesih kılvat kalıqını gördüm. Ali radiyallahu anh rivayet kılığın hadisini tüpeydin. Ali radiyallahu anh mıdaktıdır. Lev kânet dinu bil ra'i. Eğer din ra'i bilen göz karşılan bolsaydı, lekâne esfelel huffi evlâ bil mesih min a'lahu. Ütekmin aslını mesih kılışkı üstünü din evlarak boğan bulattı. Ama din ra'i bilen emez. Din digen şer'i bilen. Fakat ra'aytu Resulullah men halbuki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni iki ütkünün üçlüsü, dümbüsü mesih kılgalıqını kördüm, kılvatqalıqını kördüm deydi Ali radıyallahu anh. Ve Hasan'ın rivayet Hasan mıdaqtıdı, el-meshu alel huffeyni hututan bil asabi'. İki ütkü mesih kılış degen, barmakla bilen hatta atıştı oraydı. Bunda kılıp, barmakını uçuyla, kavaklıp durup, bunda barmaktaki putunu uçuyu taraftan, demek gel bir şey geçer. Yani paçaktaki ahirgıcı tartıştı. Ve sünnetu, sünnet kaydedilse en yebda'a min etrafil esabi'. Yani futbolun parmaklarının terpeden uçudan ila asli sak. Sak'nınki tüy güce de yani miye geçecek. Ama sak diye miye sak. Bir şey geçecek ona. Bu da kılıplam, bu da bir şey geçtası bu. O hani uzun kılaşı yakşı. Nemiş kadise Cabir radıyallahu anh rivayet kılgan hadisini ciddeden. Cabir radıyallahu anh dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharet ılıvatkan bir ademge taharet ılıvatkan ve yagsilu huffey üzün içki ütkünü yuvatkan bir adamla kışı ötüp fekale biyedihi diyengip kâleni gelini kaçan behep kelse eşaret demedisi, işaret kılı demedisiler. Üzünün kulüyle işaret kılı adamge. Kennehu yedfe'u Resulullah ona tusuvatkan da kılıp. Mıda kılıp. Mağmında kulunu aksak toskan buluyor da. İnnemâ umirtu bil mesih hakede men mundak mesih kılışkı buyurulduğum dedi. Min etrafil esabi yani tutun parmaklarının uçudan ila asıl sak parçaklığının tüyü geçe dep şuna dedi. Ve hatta bil esabi ve parmaklarıyla şu da hatta attı. Ve lev akese eğer eks kısı caiz. Demiş kadi husulil maksat hasılı olacak. Bir adam parçaklığının tüyden parmağını uçurmada tassa caiz. Maksat hasılı ama sünnet terk olundu. İlla ennehu hilaf sünnet. Bırak o sünnetin hilafıdır. Hilafil evla deyimiz canım. Ve fard em hoş ve mesinin farzı var. Mesinin kaç farzı atacaklar? Mesinin farzı bunun farz miktarı 3 asabi'. Mineliyet kolunun 3 parmak miktarının düşünecek yani. Tutun uç taraftan
mush qo'lni 3 barmoq miqdorida shunchalik yerga masih qilsa paydalardan bo'lgan bo'ladi. Buni Imom Muhammad rahimahulloh zikr qilgan edi. Nimishqa? Yana chunki 3 barmoq masihning olati, masih qilgan asbob 3 barmoqdir. Va law asaba mawdi'al masih, agar masih qilgan ulunga suv tegib qolsa 3 barmoq miqdori tegsa ham joiz. Va la yajuzul masih ala khufin, masih qilish bir cho'ng bir yirtiq bor o'takka, ya'ni putning barmoqlari putning kichik barmoqlaridan 3 barmoq miqdori oshkor bo'lib qolgan, ko'rinib qoladigan cho'ng bir yirtiq bor o'takka masih qilish joiz bo'lmaydi. Nimish qil? Ya'ni al-asla, chunki asl qoida fil qadam, putda oyoqdagi asl qadam, asl qoida al-asabi'u, barmoqlardir. Va salat, 3 tane barmoq aksaruha. 3 barmoq degan putning barmog'ining ko'pi. Put deganda qancha barmoq? 5 barmoq va 3 barmoq barmoqning ko'pi. Al-aksaru nima? Ham kun hukmini oladi. Al-aksaru ya'khudhu hukm al-kull. Aksar va salatu aksaruha fa yaqam maqam al-kull. Hammaning o'rnida turadi. Va hamda kichik barmoqni e'tibor qilish nima? Ehtiyotning jihatidan doğru. Ve yu'tabaru hadal miqdar, mushu miqdar fi kulli khuffin, har utakda alohida e'tibor qilinadi. Ondan keyin fa yujma'ul khirqu fi khuffin wahid. Ya'ni bir utakdagi yurtiq jamlanadi. Bir odamning bir utukida 3 barmoq oshkorog'idek yurtiq bo'lsa joiz bo'lmaydi. Ammo 2 utakda jamlasa 3 barmoq oshkorog'idek yurtiq bo'lsa buning masihasi bo'laveradi. Va la yujma'u fi khuffin, 2 utakdagi yurtiq jug'lanmaydi. Nima ishqil? Li'anna al-khirqa fi ahad, chunki u ikkisining biridagi yurtiq la yamna'u qat as-safari bil akhir. Yani bir bilan safar qilishni to'smaydi. Ya'ni biriniki yurtiq, yana biriniki birisi yurtiq qolgan bilan yana birisi saq bo'lsa, safar qilishga sirqi bilan safar qilib bo'ladi, yurtiq bilan safar qilolmaydi. Yurtiqni tiksa saq bo'ladi, sirq bilan nimasi yo'qda. Safarga ta'sir etmaydi sirqi. Bi xilofin najosatning, yani odamniki kiyimining atrofida bo'linib ketgan najosatning xilofi bilan. Fa innahu hamilul, chunki tarat og'uchi najosatning hammasi ko'tarishdir. Amma bu ikki utakdagi ikkisi bilak narsa. Va inkishoful avlati, avlatniki oshkor ishilib qilishi, masalan, avlatning bir yerdan bir qo'l ishib qolsa, nijosatga o'xshash kun bo'ladi. Ya'ni chunki utakchi bir yerda, ammo utak ikki narsa. Va yajuzul mashu alal muqayni. Muq degan kalash degan gap hamda. Jurmuq degan bo'ladi, jurmuq. Ya'ni kalash degan qanday narsa desanglar? Kalash degan bundaq utakning ustiga kiyilgan narsa, utakning ustiga, utakni asrash uchun, nijosatdan, maynatdan asrash uchun kiyilgan narsa. Ikki kalashning ustiga masih qilish joiz bo'ladi. Ida labasahuma ala al-khuffayni qabla al-hadas. Ya'ni ikki kalashni utakning ustiga tarassunni uchun bo'ldi kiyib olgan bo'lsa. Hatto agar bu ikki utakni tarassunni bo'lgandan kiygan bo'lsa yoki ikki utakka masih bo'lgandan kiygan bo'lsa, uni kalashga masih qilinmaydi. Nimishqa? Li'anna al-hadatha ala, chunki tarassizlik nega tushdi? Utak tushdi. Kalash emas. Vel muqu kal khuffi yalbasu. Muq degan tushundiryapti. Muq degan nima desa, muq degan utakka o'xshash, utakning ustiga kiyilgan narsa deydi. Bu yerda o'sha bo'lsin, oxirida alhamdulillah robbil